Qora do'konda. Ukam ay qara, nima qilganing? Bu originalni sotuvdingni, duplikat ekan ukam. Yolg'ondakasini to'g'ri sotsang bo'ladi-yu. Olmaymi surfarini? Oka, salom alaykum, hormanglar, yaxshimisizlar? Oka, naryoqdan Cobalt so'p oldim. Originalligiga ozgina shubha bo'lyapti-da, shuni bitta ko'rib bera olmaysizmi? Va alaykum assalom, bering aka, ko'rib beramiz. Oka, qarang, bu stopingiz yaxshisi, xuddi o'ziga o'xshagan birga bir chiqqan kopiya varianti, hamma narsasi bir xil, lekin original emas. Xohlasangiz sizga buni original bilan duplikatini qattiq ajratishi farqini tushuntirib qo'yaman. Zo'r bo'lardi, aka, bitta o'rgatib qo'ysangiz. Bo'ldi bo'lsa, keling. Hop, okalar, qaranglar, o'ng tarafimizda Xitoy variant kopiyasi turibdi, chap tarafimizda original qattiq ajratamiz. Hozirgi paytda bilsanglar, originalning korpusi yaltiroq qora aralash bo'lib chiqadi, duplikatda polностью hammasi qop-qora variant bo'lib chiqadi. Keyingi farqi bu platasida bo'ladi. Originalni ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'k metkalari bo'ladi, oq shtrixli metkalari bo'ladi. Kopiya variantida shu nakleykalari qora bo'ladi, oq shtrixli metkalari bo'lmaydi. Keyin korpusida gologrammasi bo'ladi. Har bittasiga chiqqan yiliga metka urilgan bo'ladi. Xitoy variantida gologrammasi ham boshqacha, metka ham urilmagan bo'ladi. Oxirgi farqi qayerdan bilasizlar? Shu xuddi shunaqa gologramma original korpusida ham bo'ladi. Mana nuqta-nuqta qilib o'yib metka qo'yilgan bo'ladi. Duplikatida xuddi shunaqa metka joyida tekstillik bo'ladi, gologrammasi ham boshqacharoq bo'ladi. Lekin tegidiga pechatlari, chistolarni bir xil chiqazib qo'yishgan. Bo'ldi aka, tushundim, sizlarga kattakon rahmat. Endi hammaga ham hisob bersan, har xil odam bor-da bozorda ham. Aka, rahmat. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Keyin sizga bitta maslahat, har doim original narsa olmoqchi bo'lsangiz, narxiga hech qachon arzoniga uchmang. Chunki original mahsulotlar deyarli hamma joyda bir xil narxda sotiladi. Farqisi arzimagan summalarga farq qiladi. Ko'pchilik arzoniga uchib, mana shunaqa ko'pincha aldanib qolishadi. Yordamimiz teggandan xursandmiz, sog' bo'linglar. Bizani kuzatib boringlar.